Va nihoyat Apple hech kim kutmagan arzon MacBook'ga chiqardi. Yaxshilab joylashib olaman. Sizlar ham yaxshilab joylashib olinglar. Bugun xudo xolasa MacBook'ga eng arzoni, lekin ishlashi jihatidan deyarli hammasi bilan teng deyilayotgan MacBook Neo'ni to'liq o'zbek tilida obzorini ko'ramiz. Apple bu MacBook'ni chiqarishini kutgan edi, lekin bunaqa narxda chiqaradi deb kutmagan edi. Okeli $600. Qo'limdagi MacBook $600. Bunaqasi lekin nima deydi, $1000-2000 narsani vibe'ini beryapti, lekin o'zi MacBook $600. Shu paytgacha bizni nima deydi, MacBook deganda $1500-2000 millionerlar tutadigan, misol uchun faqat puli bor odamlar ishlata oladigan bir qurilma, gadjet deb bilardik MacBook'ni, lekin endi xalqbob, hamyonbob, eng yaxshi tomoni hamma MacBooklardan kam joyi yo'q bo'lgan bitta yaxshi MacBook'ni prezentatsiyasini va nihoyat ko'rdik. Mana o'sha Toshkentga ham keldi, xudo xolisa mana bugun obzor qilib ko'rsatamiz. Juda ham ko'pchilikga qiziq bo'lyapti. Videoni to'liq ko'rishdan oldin bitta podpiska tugmasini tashlab qo'yinglar. Biz har doim bir oyda 2 marta, 3 marta yaxshi gadjetlarni, yaxshi kontentlarni sizlarga ulashishimiz uchun bizga sizlar tomoningizdan podдержка kerak bo'ladi. Распаковка qilamiz. Og'irligi ham вообще zo'r, idealniy, unaqacha yengil emas, og'irgina $1000-2000 MacBook'ga vibe'ini beryapti. 8 ga 256 talik, 13 dyumli. Bismillah. Sekin tepasida. Mana uchilishlari bir xil. Wow. Hello degan yozuvlari. Voy, buni rangini qaranglar, dahshatligini. Вообще MacBook Pro'larni vibe'ini beryapti, to'g'risini aytsam. Arzonchi material emas, usti ham alyuminiy, qanaqadir taqir-tuqir plastik emas, alyuminiy materialdan qilingan. Приятный. Korobkasining ichida bu yerda qog'ozlari 20 watt. 20 wattli iPhone'ning adapteri. iPhone'ning adapterini qo'yib qo'yibdi. Menimcha boshqacha bo'lmasa kerak, xuddi iPhone'ning adapteri bilan bir xil bo'lsa kerak. Ikkita Type-C. Mana bu yerda menimcha naushnik shnuri. Asosan zaryadka qilinadigan Type-C bo'ldi. Boshqa hech qanaqadir ortiqcha teshigi yo'q. Korobkasi menimcha обычный bo'ldi. Ortiqcha hech narsa yo'q korobkasida. O'shanga buni olib qo'yaveramiz. Mana даже yopilishlari ham qimmat MacBooklarnikiga o'xshaydi. $100 Windows sizga bu vibe'ni bermaydi shon. Wow! Haqiqiy Apple vibe, lekin byudjetli vibe. Mana klaviaturalari ham xuddi MacBook Air, MacBook Pro'larnikiga o'xshaydi. Qaranglar. Salom beryapti sizlarga. Birinchi vibe'imni aytadigan bo'lsam, MacBook'ga chustlik qildim. Lekin $600 emas shonglar. Bu $1000 arzon bo'lish kerak emas edi. Lekin bu birinchi, ya'ni vibe, birinchi taassurot deydi-ku. Birinchi taassurotda buni men $1000 kam deb bilmadim. Bitta qaraganinglarda boylarga o'xshab o'tiramanmi, to'g'risini aytinglar. Lekin men $1000, $2000 MacBookda emas, MacBook Neo deyiladi o'zi, MacBook Neo'da $600 MacBook bilan o'tirib sizlarga obzor qilish maqsadida. Endi xo'p, tashqi tarafdan ham ko'ryapsizlar, juda ham meni fikrim bo'yicha juda ham bir elitni, elegantni ko'rinyapti. Endi buni aktivatsiya qilib tashlayman. 2 minut vaqt berasizlar. Aktivatsiya qilyapmiz. Birato'la MacBook'ni qanaqa aktivatsiya qilishni ham o'rgatib ketamiz, bilmaganlar uchun. Mana bu yerda tilni tanlaymiz. Bu yerda continue'ni bosaveramiz keyin. Mana select your country deyapti. Biz O'zbekistonni tanlayveramiz. Mana pastroqda bo'ladi O'zbekiston. Narsalaring qanaqa o'tkazasan deyapti. Windowsdan o'tkazasanmi, Macdan o'tkazasanmi, iPhone yoki iPaddan o'tkazasanmi yoki yengida ishlatasanmi deyapti. Biz yengida ishlatamiz deymiz, davom ettiramiz. Xo'p, hozir bizga shart emas. Xo'p, bu yerda Wi-Fi gulaveramiz. Wi-Fi gulaveramiz. Yana continue'ni bosamiz. Bu yerda aytyapti, ism familiyani yoz deyapti. Bu yoqqa ism familiyamizni yozamiz. Bu yoqqa MacBook'imizning kodini yozamiz va continue qilamiz.
Bu yoqqa MacBook kodini yozamiz. O'zingiz uchun kod qilasizlar. Mana account уже создать qilyapti. Mac account deyiladi bu. Hozir Mac account создать qilyapti. Bu yerda aytyapti Apple ID kirgizasanmi deyapti. Kirgizsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning Apple ID'larni biz hozirchalik o'tkazib yuboramiz. Bu yerda bossanglar setup later deganni o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Mana xudo xolasa MacBook'imiz aktivatsiya bo'lish jarayonida. Agree ni bosamiz. Bu yerda shartlarga ko'nasanmi deyapti. Xo'p, bu yerda aytyapti lokatsiyang ko'rinsinmi, ko'rinmasinmi deyapti. Xohlasanglar don't use desanglar, bu yerda foydalanmaysizlar lokatsiyadan. Agar use location service pastini bossanglar, lokatsiyadan foydalansizlar. Hozircha bizga shart emas. The colors of the sky fade with the setting sun as the stars begin to shine. Bizning o'rnimizga tanlayapti. Bu yerda aytyapti, qorong'imi yoki yorug'ini tanlaysan deyapti. Bizga hozircha yorug' yaxshi. Welcome. Welcome to MacBook New. Get started bosamiz. Ana. Haqiqiy MacBook'ga vibe bo'ldi. Ham qaranglar. Вообще mazada shu joylar. Maza qilaman shu joylariga. Haqiqiy iOS sistemada, macOS sistema. Plavniy hamma narsa, hech narsa qotmasdan ishlaydi. Xuddi o'zingizlarni iPhone ishlatgandek tutasizlar. Lekin $600 evaziga. Bu bemalol $900 sotsa ham ketadigan MacBook'ga meni fikrim bo'yicha hali iPhone'ga o'tmaganlar, Mac'ga o'tmaganlar ishlatib ko'rsin, o'zi uchun ham ravo ko'rsin degan maqsadda $600 ga chiqardi. Shaxsiy fikrim 2 yil ichida bu narxlarni olib tashlaydi deb o'ylayman. Chunki bu ham bitta marketingning xod. Haqiqiy iOS'ni vibe'ini beryapti deb aytdik. Endi sekin tashqi dizaynidan boshlab, sekin ichki xarakteristikalariga o'tib, xudo xolasa, kichkina obzorcha qilib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib, mana tashqi dizaynda nima e'tibor tortdi? Knopkalari kamligi. Mana ikkita Type-C knopkasi bor bo'ldi, bu yoqda bor bo'ldi. Alyuminiy, xudo xolasa, вообще chiroyli. Ishlatganingizga achinmaydigan MacBook. Bu yoqda ochganingizda srazu mana ochilishlari ham даже Mac'ga o'xshaydi. $600 ga hech qanaqa bunaqa Windows kompyuter bermaydi. Hop, bu yoqda touchpadlari ham sal kichkinaroq, lekin udobniy. Udobniy. Bilasizlarmi? Har bitta MacBook klaviaturasi razmeri bir xil bo'ladi. Xoh u 16 dyumli bo'lsin, xoh u misol uchun 13 dyumli bo'ladigan bo'lsin, hammasi bir xil joylashuvda bo'ladi. Ya'ni qo'lingiz qanaqa o'rgangan bo'lsa, любой MacBook ishlating xuddi shunaqa qoladi. Xo'p. Bitta buni minus tarafi, endi buni minus deyish mumkin menimcha, chunki juda ham ko'p iOS degilar уже bu narsaga o'rganib bo'lgan. Bu albatta Touch ID yo'li. Touch ID MacBook Neo'da yo'q ekan. Ya'ni siz faqat kod bilan ochasiz yoki Face ID bilan ochishingiz mumkin. Touch ID bilan MacBook Neo'ni ocha olmaysiz afsuski. Ekranlari 13 dyum. Ekranlari o'rta ingichkalikda darajasi yaxshi, udobniy. Bu o'zin kimlarga deydigan bo'lsanglar, asosan studentlarga. Ya'ni voyaga endi yetayotgan yoki yetgan MacBook yoki Windowsda, ya'ni kompyuterga ehtiyoji bor, lekin qaysi birini olishi endi tanlayotgan pokoleniyaga ishlab chiqargan deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Sababi shu paytgacha 10 yil, 15 yil, balki 20 yil davomida MacBook deganda bizni katta biznesmenlar yokida puli ko'p yokida kimdir boy ota-onasi sovg'a qilgan odamlarni tushunib keldik. Lekin ana endi juda ham ko'pchilik bu MacBook'ni ola oladi. Sababi shu paytgacha biz endi ko'tarilayotgan paytimizda Windows ishlatdik. Yaxshi pul topganimizdan keyin MacBook'ga o'tdik. Agarda Windowsga o'rgansak bo'ldi, Windowsda qolib ketdik. Lekin MacBook endi, ya'ni Apple kompaniyasi endi nimani xohlayapti? Odamlar iOS sistemasiga o'rgansin. Ya'ni yangi chiqib kelayotgan pokoleniya iOS sistemasiga o'rgansin va o'shanda qotsin deyapti. Tushunsizlarmi? Hozir 18 yoshli institutga endi kirgan bola ikkalovini ikkita o't orasida turibdi. Mac'ga qarasa $1,5 ming. Bu yerda Windows bor $400 ga. Windows soatdi. Shu paytgacha shunaqa bo'ldi.
lekin endi $600 bormi MacBook, $600 oladi amallab, undan keyin iOS sistemasiga o'rganadidek bo'ldi, shunda qotadi. Tushunasizlarmi? Undan keyin xohlasa MacBook Air oladi, undan keyin xohlasa MacBook Pro oladi, bo'ldi. Uje iOS sistemasiga o'tgandan keyin bundan 90% holatda chiqib ketish qiyin. Bu bitta marketingli xod desa ham bo'ladi. Lekin arzon qilganiga yarasha tufta qilib tashamagan. Misol uchun korpuslari alyuminiy. O'zini ishlashi ham zo'r. Chipiga keladigan bo'lsak, A18 chipi, ya'ni iPhone 16 Pro, Pro Max'da qo'llanilgan A18 Pro chipini bu yoqda ishlatgan. Ya'ni yaxshi, sifatli narsa bizga chiqarib berilgan, narxi ham dostupniy narxda. Misol uchun $900 dan sotsa bemalol sota oladi deb o'ylayman. Lekin $600 ga chiqarildi, чтобы 2 yil davomida, meni fikrim bo'yicha bu уже 2 yildan keyin bunaqa narxda bo'lmaydi. Sababi bu bozorni o'rgatib olish uchun. 2 yil davomida juda ham ko'p odamlar, hozirgi hamma pokoleniya o'rganadi Mac sistemasiga, ya'ni iOS sistemasiga, undan keyin bo'ldi. Bunaqa narxlar to'xtaydi deb o'ylayman. Sababi bunaqa arzon narxda bunaqa sifatli chiqarish bu Apple'ning odati emas. Apple zo'r narsa chiqaradi, lekin qimmat bo'ladi. Bu narsa menimcha hozirgi pokoleniya uchun skidka desa ham bo'ladi. iPhone 16 ni chiplari foydalanilgan, yaxshi chip bo'ladi bu. Bu MacBookni bemalol SMM mutaxassislari, marketologlar yokida обычный Chrome, Google yokida YouTube'larda o'tiradiganlarga maza qilib ishlatishadi. Qiziydimi degan savol kelib tushishi mumkin. Qiziydi, lekin faqat game o'ynasangiz, ya'ni o'yinlar o'ynaydigan bo'lsangiz yoki qiynab montaj qiladigan bo'lsangiz qizishi mumkin. Lekin обычный ishlarda, ya'ni yengil Excel'da ishlaydigan bo'lsangiz, Word'da ishlaydigan bo'lsangiz yokida Google'da o'tiradigan bo'lsangiz, YouTube'da o'tiradigan bo'lsangiz qizimaydi. Ya'ni sovuq ishlaydi bu MacBook. Uncha-munchaga qizib ketmaydi. Lekin agarda siz professional darajada bu MacBook ishlataman desangiz, albatta juda ham qiyin ishlarga dosh bera olmasligi mumkin. Ba'zi bir ishlarga mazza qilib ishlatasiz. Batareykasiga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilik batareykasiga qiziqdi. Endi batareykasiga keladigan bo'lsak, bu MacBookni A18 Pro chipini ishlatgandan keyin albatta tejamkor va juda ham uzoqqa yetadigan batareyka deb bemalol ayta olamiz. Sababi ko'pchilikning xabari bor, A18 chipi qizimaydigan chiplardan hisoblanadi. Ya'ni qizitib yormaydi MacBookni. Qizitib yormagandan keyin avtomatik ravishda batareyka uzoqroqga yetadi. Misol uchun mana ChatGPT ning ma'lumotidan kelib aytamiz. YouTube, Instagram mana shunaqa platforma ishlatadigan bo'lsangiz 16-20 soatgacha yetadi. Bemalol tasavvur qilsanglar, sizlar deyarli 24 soat davomida bemalol tindirmasdan YouTube ko'rishingiz mumkin. Yokida oddiy studentni misolida oladigan bo'lsak, ertalab zaryadka qilib chiqib ketdi, kechki payt darslarni qilib, boshqa qilib, uyga vazifalarni qilib, bemalol uyga kirguncha yetadi deb aytishyapti, shuni ishlatib ko'rgan odamlar. Ya'ni sizlarning ehtiyojinglarni bemalol qondira oladi. Ya'ni hamma tomonlama mos keladigan MacBook. Prosta ishlatish kerak bo'ldi. Kimlarga mos kelishini ham aytdik. Asosan qiynamasdan ishlatadigan, kundalik vazifalarga ishlatadiganlarga $600 ga MacBookning juda ham zo'r. Lekin bitta narsasiga ahamiyat berdim. Men bu MacBookni ko'rganimda rangi sal boshqacharoq edi. Ya'ni videodagi rangi bilan hayotdagi rangi ozgina boshqacharoq ekan. O'shanga ranglarini agar rangga ahamiyat beradigan odam bo'lsangiz, showroomga kelib ko'rishingizni tavsiya beraman. Agarda iComfort do'konlarimizga keladigan bo'lsangiz, bu MacBookimizni narxini ham zo'r qilib beramiz. 1 yil garantiyasi ham bor. Ushab ko'rib, ranglarini ko'rib, o'zingiz ishlatib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shu imkoniyatni biz qilib bera olamiz. iComfortda bu MacBookka 1 yil garantiya beramiz. Qo'shimchasiga shunga ham agar pulim mabodo yo'q deydigan bo'lsangiz, bo'lib to'lashga qilib beramiz. Misol uchun, boshlang'ich to'lovni $200 ni to'lasangiz, 6 oyga atigi $99 dan chiqyapti oylik to'lov. Bitta dona pasportga. Maza qilib ishlatadigan joyi. Главныйsi sizlar Mac sistemasini bitta his qilinglar. Haqiqiy sistema. Windows bilan razitsasini bittada bilasizlar. To'g'ri, ko'pchilik aytadi, Windowsda o'rganganlar asosan 30 yoshdan tepa odamlar aytishadiki, "Voy, men уже Excel'ni bunda ishlata olmayman. Уже bunda hamma narsa platniy ekan, bo'lmaydi menga" deb aytishadi. Nimaga? Chunki ular yillar davomida уже Windowsga o'rganib bo'lishgan. Уже 10 yil, 15 yil davomida bitta narsani qilib o'rgangan odam уже o'zgarish
MacBookga uncha ko'ngli bo'lmaydi, ya'ni o'zgarish xohlamaydi. Lekin agar siz hali kompyuterni kunlik ishlatib o'rganmagan bo'lsangiz va bu ishlatishni iOS sistemasidan boshlaydigan bo'lsangiz, bu sizga ishoning maza bo'ladi. Siz haqiqiy lazzat nimaligini bilasiz buni ishlatayotganda, maza qilib ishlatasiz. Meni fikrim bo'yicha butun umr mana shu Mac'ga, ya'ni iOS sistemasiga o'rganib qolasiz. Bu iPhone'da ham, bu iPad'da ham, bu даже iPad'ni keyboardida ham sizga bilinadi bu narsa. Misol uchun deylik, boshqa firmalarning keyboardi bor. Lekin o'sha Apple keyboardi boshqa narsa. Sizlar buni his qilasizlar. Mac ishlatayotganda ham shunaqa. Sizlar MacBook Neo'dan boshlaylik, undan keyin ehtiyojingizga qarab sekin MacBook Air, MacBook Pro qilib bemalol trading qilib iComfortni alishtirib ketsanglar bo'ladi. Главное esa olishga arziydigan MacBook ekan. Sizlarga tavsiya berib qolamiz, xudo xolisa, mabodo sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, iComfortga kelaverasizlar.